Jangchi. Badaviy tarixiy asar. 8-ci qism. İbadətxanlarınızda oltunğa to'ldirib oldingiz. To'g'rimi? Ha, to'g'ri janoblari. O'ziga o'zi so'zlaydigan, badaniga o'chkining qinini surib, sesib yuruydigan xudo joylaringizni kimning yordamida beqiyapsiz? Hokimiyat hisobidan. Hokimiyat? Qanday hokimiyat u? Mana men hokimiyat. Mening hisobimdan badbo'y va tentak xudo joylaringizni beqiyapsiz. Bilaman. İbadətxanlarınızda to'ldirib yurgan tash butlaringiz siz uchun urush qilsa bo'lmadi. Shular sizga tamoq bersin. Agar hozir beshingizni chapsam, yilqi ang baland haykalingizning ismi nima edi? Shu kelib sizni himoya qilsin-chi qani? U tash haykal xudo emasmi? Xudo albatta janoblari. Amsa nemishqa qo'lidan bir ish kelmaydi. Tash haykallar xudolarning simosi. Xudolar bo'lsa boshqa joyda yashaydi, dedi kohin tamtarab turib. Xudolar o'z simosini hamma bandalarga ko'rsataversa qandoq bu qadri bo'lsin. Undaq deyman hokim janoblari, shak keltiryapsiz. Kohinning ovozi shu yerga kelganda yig'i orlash titrab chiqdi. Shak keltirmadim hazrat, dedi ko'ziga ilmohan qiyofatda hokim. Shu xudolaringiz xudo bo'lsa, biz ham xudo bo'lishimiz kerak. Hozirgi podshohimiz Jalut xudolikqa haqli. Chunki u sizlarni va xudolaringizni ham beqiyotdi. Qo'g'dayotdi. Albatta janoblari. Men mo Jalutning keyingi kichik xudoman. Shuning uchun buyrug'imizni bajaring. Kechiktirmasdan Tavrotni o'zgarting, hazrat. Hamma oyatga bir so'zni o'zgarting. Kohin chiroyi oqargan beti orqaga tizlandi. Aytqiningizdek bo'ludi hokim janoblari. Kohin saroydan parishon holda chiqib ketdi. Saqib g'oba o'z ishidan bak huzurlandi. Kohinni yer bilan yakson qilganini aslab, o'zidan o'zi ajablandi. Mana bu qudrat deyildi, deb o'zidan o'ziga pichirladi. Kimdir quloq tubida pichirlab, uni yangidan yana qayta o'zidan ajablantirishga boshladi. Sen xudosan! Hatta kohinni lol qoldirding. Saqib g'obi bu gapni ma'qullab beshini silkidi. U bu ovozni o'z xo'jasi Muassarni Jalutga tutib bergandan buyon aniq anglab kelmoqda edi. Aslida bu ovozni bir xiyol deb kelgan g'oba keyincha bu ovozni haqiqatan anglayotganligini bildi. Ovoz egisini ko'rishni qanchalik uringan bo'lsa-mu, uni ko'rolmadi. Bir kuni ovoz egisidan ismini so'radi. Bir necha qatim so'ravergandan keyin ovoz: "O'z haqqini talab qilayotgan bir buyuk shaxsmi?" deb javob berdi. G'oba hayron bo'lib: "Undaqda sening isming nima?" dedi. "Hozircha bo'ldi", dedi-yu ovoz bu masalada boshqa gap qilmadi. G'oba uningga ham ortiq qiziqib ketmadi. Eng muhimi, u ovoz uni ko'p maqtaydi. Ayni vaqtda uni Musa va uning agash kuchlarga qarshi kurashga chaqirdi. Dal u Ashiyaning qochqanligini aytdi. Ashiya va uning bolasiga jazo berishni so'radi. Bolani zindonga, ayolni cho'chqaxonaga qamashni buyurg'in deb o'rgatdi. G'oba aytganini qildi. Tavrotni o'zgartirish ham uning cho'ng g'oyasi edi. G'oba u ovozning har bir maslahatining uni kuchga to'ldirayotganligiga ishonadi. Hozir ham u ovoz g'obini keyni-keynidan olqishlab, go'yo uni qanotsiz uchirayotgandek edi. G'oba o'zi anglayotgan bu ovozning qayerdan, tashqaridanmi yoki mengsining ichidanmi ish qilib nadin kelayotganligini bilmaydi. Lekin bu uni bak qiziqtirib ketmaydi. Ovoz g'obini qanchalik maqtsa, shu qadar ham qo'rqitadi. Bu qo'rquv oxiri ko'rinmaydigan zulmatdan iborat edi. G'obining mingsida: "Agar aytqinimni qilmasang, ana shu ovozga cho'kib ketsa", dedi. G'oba uni norozi qilishdan qochadi. Shuning uchun saroyni hashamatga to'ldiradi. Timlarga o'z kuch-qudratini aks ettiradigan suratlarni sizdiradi. Shoirlarga o'zi haqida madhiya dasturlarni yozg'izadi. Saroyda
bak cho'ng ziyofatlarni uyushtiradi. Rengarang kiyimlarni kiyadi. Usulchilarni ko'paytirdi. Bu narsalar bilan go'yo o'zini falaklarda uchayotgandek his qiladi. Bu narsalarni yo'qotsa, olib bo'ladigandek g'amga tushadi. Ashu g'amdan qutulish uchun o'zini ana shu shavqin ichiga uratdi. Aslida bu narsalarning hammasi quvilganning yo'l yo'riqi edi. Tasmin kirib, "Hokim beshi janoblari, zindon beshi kirishga ruxsat so'rayotdi", dedi, egilib turib. "Chaqirg'in", dedi G'oba kechiktirmasdan. Chunki G'oba bolaning taqdiriga qiziqayotgan edi. Zindon beshi kirdi. "Gap qilg'in, buyruqimizni bajirdingmi?" dedi G'oba. Zindon beshi shu hamon tizlandi. Yerni suyishni ham joriy qildirishim kerak deb o'yladi G'oba. Uning tizlanishi G'obani qiziqtirmasdi. "Nima bo'ldi? Bola bak botir ekan. Yolg'on odamimni o'ldirib qo'ydi. Ahmaq bir ishni ko'ngildagidek qilolmaydi bular." G'obaning ichida ansiz qotdi. Bolani shu holda qoldiraymikin? Nimadan ansirayman? Shu qadar azginim hozircha kifoya. Balki uningdan yana boshqa maqsadlar bilan foydalansam bo'ladi. Qayliversin. At kechda podshoh huzuriga otlanishim kerak degan xayollar bilan G'oba qishini silab turib, "Bolani o'zi haliga qo'y. Zindonda u kim bilan yaqin bo'lyotdi? Musoning jangchilaridan bo'vay uni himoya qilyotdi." Bu xabar G'obaga yoqmadi. "Qaysi bo'vay? Baytul Muqaddas jangida Musoning lashkarlari bilan qatnashgan. Shu vaqtda bu bo'vay 6 yoshda edi. Podshohimiz Jalotning buyrug'i bilan Musoning jangchilari asirga elingan edi. Kishilar qatl etilganida asirga tushirilgan. 25 yildan buyon zindonda turyotdi." Saqib G'oba qandoqdir bir narsalarni xiyol qilishga boshladi. Quvilganning ovozi mengisining ichidan jaranglab ketdi. "Ikkisini shu holda qoldirg'in. O'ltirish oson ish. Ularni xorlash kerak. Azoblash shart. Irodasi sunsun. Zar yig'lasin. Musoga agashganligidan nadomat cheksin. Taki boshqalar ham Musoga agashganlikning oqibatini ko'rsin. Hozir bo'voyga ham bolaga ham nafas elishga imkon ber. Ular o'zlarini erkin his qilishlari bilan boshlariga musibat yopsin." G'oba oliyib qo'ydi. Zindon beshining ko'zi yerda edi. Shuning uchun bu olishni ko'rmadi. Ko'rgan bo'lsa, o'z xo'jasidagi bu ajoyib dahshatdan cho'chib ketgan bo'ladi. Tasmin G'obaning doimliq hamrohi. Uning bilgani shuki, xo'jasidan nimaga aylandi, nimaga hejaydi, nimaga qayta qurdi so'rmaslik kerak edi. Chunki u G'obaning bir olimi bor. Bu olam bak qorong'u. Uningda hech narsa ko'rinmaydi. "Zindon beshi, borg'in. Ikkisi haqida hukmimni kutgin", dedi G'oba. Zindon beshi 3 qatim ta'zim qilib, orqasi bilan men chiqib ketdi. "Tasmin, ayolning taqdiri nima bo'ldi?" deb so'radi hokim. U esidan adishibdi janobim. Cho'chqalar ig'lig'iga kirib ketdi. Ularni beqiyotdi. Ular bilan gaplashyotdi, yig'laydi. Butun kuni cho'chqa axlati va peshpini to'kish va tozalash bilan o'tyotdi. Ba'zida cho'chqalarning ichida yuriyotdi. Uningga yaqinlashqili bo'lmaydi. Bak sesib ketdi, dedi Tasmin. G'oba mamnun bo'ldi. Ayollar qishloqida yashagan Yahudi bolalardan bir guruhi maymunga aylanib ketgan deyishidi. Ularda hayvonga aylanish odat bor ekanda, uni shu holiga qo'y. Tayyorlik tugidimi? Tugidi janobim. 5000 kishilik lashkar podshohimiz Jalot huzuriga sizning orqangizdan berishga tayyor bo'ldi. Cho'chqaxonaga cho'chqa beqishga avatilganda Ashiyaning qalbida jannatga ketayotganda bir tuyg'u bor edi. U Rabbisidan dushmanlar hujumidan saqlanmoq uchun mustahkam bir qo'rg'on so'rayotgan edi. Larzaga tushgan qalbi chaqmoq urib parchalagan toshdek parchalandi. Bu tosh tarafdan go'yo hayot suyi etilib chiqdi. Qafasda mong'an holatlarda ko'zlaridan yoshlar to'kiladi. Tizini ko'ksiga besib o'ltirib, kirlishib, cho'lchoq bo'lib, paqpiyib ketgan chochlari uning yuzini, vujudini bir pardaga o'xshash to'sib turadi. Uningga qarag'anlar bir olvostini ko'rgandek bo'ladi. Holbuki bu vujud ichidagi ruh Rabbisiga tavba qiladi. Ashiya uchun cho'chqaxona uning bir iffat qal'asi bo'lishda ishonchlik edi. Zohirisini yirginishlik qoplab, bu yirginishlik ichida nomusini, iymonini saqlashni maqsad qildi. Ashiya butkul olamdan uzildi
u mansubiy bo'lgan haqiqat olamini tuyuqsiz idrok etayotgan edi. O'tmishi bu musibat shamolida to'pi changdek ko'tarilib ko'z oldida aks etdi. Ko'z oldida butun hayoti terildi. Bovisi muassar hokim edi. Otasi Aslam hokimga bir varis edi. Ular Musaning agashkuchilari edi. Uylarda Tavrat o'qiladi. Muassarning maslahatchisi ustoz ularga ta'lim beradi. Olamlarni yaratgan zot yolg'iz Allohdir. Faqat u ibodatga loyiqdir. Musa uning bandisi va payg'ambardir. Bu so'zlarni ustoz har kuni har suhbatning avvalida takrorlaydi. Allohdan qo'rqing. Biz oxir zamon payg'ambari, Allohning elchisi, barcha payg'ambarlarning sultoni Ahmadga iymon keltiramiz. U insoniyat nijotkoridir. U yer yuzida eng buyuk adolatni o'rnatadi. Bilim, Tavrat bizga shuni ta'lim berdi. Ashiya u vaqtda yosh qiz edi. Shahar boylarining bolalari bilan ustozning darslarini yodlaydi. Ashiyalar tug'ilganda hayot bayoshat edi. Ular bu so'zning ma'nosini bilmaydi. Ular bu so'zlarga muhtojlikni ham his qilmaydi. Chunki hayotni bilmagan go'dak so'zlarning qudratini qandoq bilsin? Ular hozircha ota-ona, non, suv degandek so'zlarning kuchini yaxshi biladi xolos. Ashiya cho'ngish yoshlarida, o'smirlik yillarida o'ziga qarab, chiroyi bilan faxrlanishga boshlagan vaqtlarda o'z shahrida sodir bo'layotgan ko'p o'zgarishlarni bilganligi yaxshi eslaydi. Ustoz odamlarni ko'chalarda, ularning sahroyi oldida maydonga to'plab, unlik ovozda maslahat qiladi. U ko'pincha: "Ey odamlar, o'tmishinglarni unutmanglar", dedi. Ashiya bilan hokimning to'liroq bozorga, do'kon saroyga o'ziga zimbilzonat olg'ili ketayotgan vaqtida ustozning kuyib pishayotganligini ko'rib, bu nasihatlarni qiziqish bilan anglaydi. Uchuq nasihatlar bak yaqinlik edi. Qizchaq uni tushunib, anglayotgandek anglaydi. Ustozning gaplarini qanchalik ta'sir qilsa-mu, biroq qonundek qabul qilmaydi. Bu so'zlar faqat Ashiyaga emas, hamma odamlarga xos edi. Ular ustozning gapidan bak ta'sirlansa, haq aytadi. Nutqi go'zal, teran deb maqtashidi-yu, o'z ishlaridan qolmaydi. Go'yo ustoz ularni zo'qlantirish uchun so'zlayotgandek. Holbuki unda emas edi. Ustoz ichi-ichidan ularga ko'yinib so'zlaydi. O'z nutqini tugutib, yo'lning chetida yig'lab o'ltiradi. Ko'pchilik esilzodalar uningga sadiq qilishni yaxshi ko'radi.